videodan keyin balki meni qaytib ko'rmassiz. Balki bu videodan keyin o'ylab ozgina bo'lsa ham tafakkur qilib ko'rasiz. 2000 yil oldin Rim, Kolizey, 50 mingdan ortiq odam bir joyda. Hammasining ko'zi pastda, qum ustida turgan ikki kishida, gladiatorlar. Lekin tomoshabinlarni bu yerga olib kelgan narsa faqat jang emas edi. Olomon ichida pul qo'ldan qo'lga o'tardi. Kim yutadi? Qaysi biri tirik qoladi? Jang qancha davom etadi? Har bir zarbaga tikilgan pul, har bir qonga yutuq yoki yo'qotish, gladiator hayoti yoki o'limi uchun kurashardi. Tomoshabin esa uning ustiga pul tikardi. Bu videoni olishimdan maqsad kecha qo'ygan videoyimni izohiga yozilgan juda ham og'izga olishga odam uyaladigan so'zlar bo'ldi. Ya'ni insonlar shunchalik tubanlikka, botqoqqa va razolatni ichiga botib ketganini ko'rib, mana shu videoni olishga qaror qildim. Eng qiyin narsa nima bilasizlarmi? Eng qiyin narsa o'tirib, namozini o'qib, ilm olib, ana shu ilmni o'zini atrofidagi tarqatish emas. Eng qiyin narsa odamlar yomonlikka qarab ketayotganini ko'rib, ana shu narsani yomon deya olishingiz. Ana shu narsaga qarshi chiqa olishingiz. Va ana shundan keyin u odamlardan kelgan tepkini, u odamlardan kelgan ozorlarni ko'tara olishingiz va mana shu payg'ambar va ularga ergashgan solihlarning yo'li. Va bu shunchaki kambag'allarning o'yini emas edi. Imperatordan tortib eng oddiy dehqongacha hamma tikardi. Imperator Avgustning o'zi bir gladiator jangida 30 ming sesters yutqazgan. Bu oddiy askarning 30 yillik maoshi bir kechada. Rimliklar qimorni shu darajada yaxshi ko'rardiki, har xil janjallar, tartibsizliklar keltirib chiqarishardi. Hukumat hech qachon bu narsani to'xtata olmagan. Faqat bayramlarda, arava poygalarida va mana shunaqa gladiatorlar janglarida qimorga ruxsat bergan. Yuvenel buni bir jumlada aytadi. Panem et circenses. Non va tomoshalar. Rim hukmdorlari xalqlarni boshqarishni eng oson va eng puxta yo'lini topishgan edi. Xalqqa non va qonli tomoshalar ber, ular hech qachon bosh ko'tarmaydi. Hech qachon adolatdan, haqiqatdan, hokimiyatdan bahs qilmaydi. Ular faqat mana shu o'yinni natijasi bilan band bo'ladi. Gladiatorlar ham hech qanaqa qahramon emas edi. Ular oddiy bir kartadek, narda toshidek bir vosita edi. Imperatorning odamlarni tinch saqlash vositasi, odamlarni esa pul yutish vositasi edi. Bugun biz o'zimizni zamonaviy, aqlli, ozod, tajribali deb hisoblaymiz. Va bizni hech kim boshqarmayapti, biz o'zimiz erkin qushmiz deb hisoblaymiz. Lekin biroz to'xtang, atrofga qarang. Biz hali ham o'sha Kolizeyning ichidamiz. O'sha arena, o'sha olomon, o'sha pul, faqat endi gladiatorlar futbolga kiygan, qafaslar esa yoritilgan stadion, tikish esa sizning cho'ntagingizdagi telefoningizda. Bugun men sizga isbotlab beraman. Futbol, UFC va MMA bu shunchaki sport, rivojlanish, sog'lomlashtirish emas. Bu 2000 yil oldingi mashinaning eng rivojlangan va eng zamonaviy va eng puxta ishlangan ko'rinishi. Trillion dollarlik qimor mashinasi. Va eng yomoni bu mashinaning modeli endi sizning tuyg'ularingizdan va eng muqaddas bo'lgan narsalaringizdan foydalanadi. Vatanparvarligingizdan va shunga o'xshagan e'tiqodingizdan foydalanadi. Qimorni hech kim ixtiro qilmagan. U insoniyat bilan birga rivojlangan. Va shu 2000 yil ichida u hech qachon yo'qolmadi. Faqat har safar yangi niqob kiydi. Keling, shu niqoblarni birma-bir ko'rib chiqaylik. Endi sizga bitta savol beraman. Yaxshilab o'ylab javob bering. Qimor yaxshimi? Albatta yo'q deysiz. O'zini musulmonman degan shaxs birortasi qimorni
yaxshi deb aytmasa kerak. Lekin bu paradoksni ochaylik. Qimor yomon, qimor harom. Qimor o'ynagan odam yaxshi odam emas. Biz uni qo'llab-quvvatlamaymiz. Lekin biz o'zimiz bilmagan holatda mana shu qimorni har hafta va ba'zida har kunlab o'z qo'llarimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Endi men sizga eng katta da'voimni qilaman. Futbol bu sport emas. UFC, MMA bu sport emas. Bu qimor mashinasining eng katta yuragi. Agar bu yurak bo'lmasa, bu mashina hech qachon yura olmaydi. Sport esa uning ustiga o'ralgan qadog'idir. Yiltiroq qadog'i. Bu narsani sizga quruq da'vo yoki quruq bir o'xshatishlar bilan isbotlamayman. Aniq fakt va raqamlar bilan isbotlayman. Fakt va raqamlar hech qachon aldamaydi. Nega qimor mashinasi aynan futbol va shunga o'xshagan sport turlarini tanladi? Nega shaxmat emas? Nega kitob o'qish emas? Nega teatr emas? Va nega barcha sport ichida futbol eng kattasi? Bu tasodif emas. Futbol qimor mashinasi uchun eng mukammal matematik mahsulot hisoblanadi. Bu haqiqatlarni tushungandan keyin maydonga boshqa rakursdan qarashni boshlaysiz. Sport bilan qimor doimo yonma-yon turib kelgan. 18-asrning oxirlarida esa qimor ot poygasiga kiritildi. Va ana shu paytda ot poygasi qimor mahsuloti edi. Va undan keyin esa boks o'rtaga chiqdi. Va mana hozir esa futbol eng mukammal qimor vositasi hisoblanyapti. Sport va qimor u egizak. Oldin qimor bor edi, ana shu qimorning ustiga sportning yaltiroq qog'ozini kiyishdi. Nega aynan futbol bu industriyaning eng katta qismi? Buni olimlar 4 ta sababini aytishadi. Birinchi sababi, sayyoramizdagi 5 milliard inson futbolga muxlislik qiladi. Bu degani har 2 kishidan biri futbolga muxlis. Bu darajada hech bir mahsulot, hech bir din, hech bir g'oya mashhurlikka erishmagan. Endi raqamlarga qaraylik. 2026-yilga mana bu sirkda 60 milliard dollar pul tikish reja qilingan. Tasavvur qilyapsizmi? 60 milliard dollar. Bu faqatgina qonuniy bukmeykerlar tahlili. Davlat tomonidan ruxsat berilgan bukmeykerlar tahliliga ko'ra, bu yilgi 1 oylik o'tadigan bitta turnirga 60 milliard dollar pul tikilyapti. 60 milliard bu ba'zi bir davlatlarning butun yillik budjetidan ham bir necha barobar ko'p miqdor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bergan hisobotiga ko'ra, yillik butun sportga tikiladigan pulning miqdori 1.7 trillion dollargacha yetadi. Tasavvur qilyapsizmi? 1.7 trillion. Million emas, milliard ham emas, trillion. Million, mingta ming, milliard, mingta million, trillion esa mingta milliard. 60 milliard dollar bu faqatgina bir turnirning ichidagi pul. Mana eng yaqqol isboti Angliya Premier Ligasi. Dunyodagi eng birinchi top ligalardan bittasi hisoblanadi. 2025-2026-yillarda 20 ta klubdan 11 tasining ko'kragida qimor kompaniyalarining logolari turibdi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, ba'zi futbolchilar o'z jamoalarini futbolkalarini kiyisha olmaydi. Va bunday muammolarni internetda ko'p uchratgansiz. Ya'ni mana shunaqa qimor yoki alkogol reklamasi bor kiyimlarni ba'zi bir qadriyatli musulmon futbolchilar kiyib chiqishmagan. 2025-yil 15-aprelda Leicester jamoasiga 15 yoshli bola debyut o'yinini o'tkazgani maydonga tushadi. Va bu maydonga tushishidan oldin u o'z jamoasini futbolkasini kiya olmaydi. Sabab o'z jamoasining futbolkasida qimor reklamasi tushirilgan bo'ladi. Angliya qonunchiligiga ko'ra 18 yoshgacha to'lmagan kishilar qimorni reklama qilish huquqiga ega emas. Bir lahza o'ylab ko'ring, bola sportchi o'z jamoasini
kiyimini kiya olmaydi. Chunki unda qimor reklamasi bor. Ba'zilar futbolchilarga sig'inadi. Ularning ismlari yozilgan futbolkalarni kiyadi. Farzandlariga esa ana shu futbolchiga o'xshasin deya ismlarini beradi. Ular biz uchun qahramon, but, haqiqiy ideal inson. Lekin tizim nuqtai nazaridan ular kim? Keling, shunga qaraylik ularning o'zlarining hujjatlariga. Yirik futbol klubining hisobotlarini oching. U yerda futbolchilar inson sifatida emas, nomoddiy aktivlar, intangible asset sifatida qayd qilib boriladi. Klub futbolchini sotib oladi, taxminan 100 million yevro. Va u vaqt o'tgan sari u futbolchining qiymati kamayib boradi. Xuddiki siz olgan mashina yoki siz olgan stanokning narxi qiymati tushgani sari u futbolchining ham qiymati tushib boradi. Va agar futbolchi jarohatlanadigan bo'lsa yoki ana shu futbolchiga qanaqadir zarar yetadigan bo'lsa, klub uni qadrsizlangan aktiv sifatida o'zining xarajatlaridan chiqarib yuboradi. Tirik inson buxgalteriya hisoblarida u klublarning hisobotida oddiygina bir aktiv sifatida, oddiygina bir instrument, vosita sifatida qaraladi. Bu ham bizning gapimizga yaqqol misol bo'la oladi. Sizga sport haqida nimani aytadi? Aytmoqchimanki, bu sport, bu futbol oddiy o'yin emas. Hattoki klublarni 80% gacha ta'minlab beruvchisi mana shu qimor kompaniyalari bo'ladi. Umumiy miqdorda bu klublarni ta'minlab beradigan reklamalarga bu qimor kompaniyalari 80 milliard dollargacha pul ajratadi. Birorta komanda ularning reklamalarisiz o'zini futbolchilariga million dollar, milliard dollar ajrata olmaydi. Bu nima degani? Bu oddiy reklama emas. Hattoki ba'zi klublarning eng katta sarmoyadorlarini, eng katta boshliqlari qimor kompaniyalarining egalari hisoblanadi. Endi eng yuqori bo'g'inga chiqamiz. FIFA. Futbolni boshqaruvchi tashkilot. Hakamlarni tayinlaydigan, adolatni saqlaydigan va ana shu futbol qonun qoidalarini tuzib chiqadigan tashkilot. 2026-yil bu tashkilot nima qildi? Bu tashkilot rasman qimor kompaniyalari bilan homiylikni yo'lga qo'ydi. Ya'ni ularni reklama qilib berish evaziga FIFA ulardan pul oladi. Bu degani bir kazino egasi o'zi o'yin tashkil qilib, ana shu o'yindan foyda ko'radi degan. Bir daqiqa shu haqida jiddiy o'ylang. O'yinni tashkil qiluvchi, hakamni tayinlayotgan, g'olibni e'lon qiladigan tashkilotning o'zi endi o'sha o'yin ustida qimordan foyda oladi. Bu xuddi kazino egasi bir vaqtning o'zida hakam bo'lgani kabi, u kim yutishini hal qiladi va yutuqdan ham o'zi ulush oladi. Mana shunda tushunasiz. Sport bu mustaqil, toza raqobat emas. Bu 1.7 trillion dollarni aylantirish uchun kerak bo'lgan chiroyli vitrina, yaltiroq qadoq, ichida esa o'sha eski Kalizey. Ikkinchisi uzluksizlik. Futbol 90 daqiqa davom etadi. Va siz ana shu 90 daqiqada har bir soniyasida uning ichiga pul tikishingiz mumkin. Har bir burchak to'pi uchun, har bir gol uchun va yana shunga o'xshagan narsalarga, har vaziyatga pul tikish imkoniyati bo'ladi. Va bu doimiy ravishda ekranlarda ko'rsatib, odamlarni sharhlovchilar, muxlislar hayqirig'i va futbolchilarning emotsiyasi bilan odamlarni yanada hissiy berilishga va ana shu pullarni tikishga undaydigan eng zo'r vosita hisoblanadi. Betting saytlarining ma'lumotlariga ko'ra, betting daromadlarining eng katta qismi futboldan, 36 dan 50% qismi futboldan keladi. Uchinchisi, hissiy tebranish. Futbolda har soniyada har narsa bo'lishi mumkin. Qizil kartochka, burchak to'pi, penalti, mana shu narsalar futbolni eng katta tikish
vitrinasiga aylantirgan. Endi eng nozik va eng ayyorona va eng iflos usuli haqida gaplashamiz. Bu qimor mashinasining eng iflos usullaridan biri. Terma jamoa, millatimiz faxri, vatanimiz obro'si. Mana bu kalimalar sizning qulog'ingizga juda ham jimjimador bo'lib, juda ham hissiyotli bo'lib, juda ham muqaddas bo'lib eshitiladi, to'g'rimi? Yuragingizni qizdiradi va ko'zingizga yosh ham keltiradi. Va aynan tuzoq mana shu yerda. Qimor sanoati psixologlar yollaydi va ular sizdan ko'ra va bizdan ko'ra ko'proq bu haqiqatni bilishadi. Ular sizga pul tek yoki mana senga qimor, mana bu jamoaga tek, unday deb ko'rsatishmaydi. Ular senga jamoangni qo'llab-quvvatla. Bu sening faxring. Bu klubni qo'llab-quvvatla. Bu vatan obro'si. Vatandoshlaringni yolg'iz qoldirma degan quruq va safsata da'volar bilan sizni mana shu futbolni ko'rishga jalb qilishadi. Ular hech qachon sizga chiqib qimorga pul tek deb aytishmaydi. Endi sizga savol, agar sport haqiqatdan ham halol raqobat, hamma millatlarning do'stligi, vatanni dunyoga tanitadigan shunaqa narsa bo'lsa, nima uchun qimor sanoati eng hamma yomon ko'radigan, hamma bir bloger reklama qilganda uni tanqid qiladigan, hammani oilalarini quritadigan, hammani oilasini buzadigan mana bu qimor tashkilotlari mana shu sportni to'laligicha egallab olgan. Ma'lumki, respublikamizda totalizator va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish, bunday xizmatlarni reklama qilish noqonuniy hisoblanadi. Ammo ma'lum bir pul evaziga bilib bilmay yoshlarni qimorga yetaklayotganlar ham yo'q emas. Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali o'zining 100 minglab, hattoki millionga yaqin kuzatuvchilari bo'lgan ayrim vayner va blogerlar moddiy manfaat evaziga o'z sahifalari orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan veb-saytlarni reklama qilayotgan holatlari aniqlanmoqda. UFC ba'zi hujjatlarga, ba'zi sud da'volariga, antitrust da'volariga ko'ra UFCdagi jangchi o'z jangidan tushgan foydani atigi 17% miqdorida ulushini oladi. Va ba'zi jangchilar bundan ko'proq olishi mumkin, lekin aniq qog'ozdagi 2025-yilgacha bo'lgan hujjatlar shuni ko'rsatadiki, har bir UFC jangchisi o'zini jangidan tushgan mablag'ni 17%ni oladi xolos. Endi tasavvur qiling, ana shu jangchi hamma PRni o'qiladi, hamma narsani bu tashkillashtiradi. Ana shu yerga tushib bir inson bilan jang qiladi va ana shu jarohatini bo'yniga olib, ana shu butun umr nogiron bo'lib qolishini bo'yniga olib tushib jang qiladi va $20,000 o'sha jangdan pul topiladigan bo'lsa, bu atigi 17%ni qo'lga kiritadi. UFC esa yiliga $895 million atrofida почти 1 milliardga yaqin dollar ishlaydi. Ular sizning vatanga bo'lgan muhabbatingizni, tuyg'ungizni pulga aylantirishadi. Sizga qasam ichib aytaman, ularni bundan boshqa dardi yo'q. Ularni pul topishdan boshqa dardi yo'q. Siz vatan obro'si, bu sadoqat, bu vatanni qo'llab-quvvatlash deb turganingizda, ular uchun esa bu biznes, model, aylanma, daromad hisoblanadi. Endi hammasini birlashtiramiz. Futbolchilar klub uchun amortizatsiya qilinadigan nomoddiy aktiv. UFC esa UFCga chiqadigan, MMAga chiqadigan jangchilar esa oddiygina hype uchun mana shu qimor reklamalarini kuchaytirib beradigan bir o'yinchi. Qo'pol qilib aytganda, bular ruletkadagi va ana shu nardadagi toshga o'xshashadi. Siz nardada tosh qanday tushishiga pul tikkaningiz kabi, bu yerda qaysi komanda yutishiga, qaysi futbolchi gol urishiga yoki qaysi biri nokaut qiladi, ikkinchi raundda yutadimi, uchinchi raundda yutadimi, mana bu narsalarga siz pul tikasiz. Bularning ismi, yuzi, qahramonligi
va million dollarga sotib olindi degan hayplar, bular faqatgina mana shu tasodifiylik generatori, mana shu nardi toshini aylantirib beradigan vosita. Aytarsiz, ba'zi yulduzlar millionlagan dollar topadi deb. Ha, mana shu dollarlar mana shu muxlislarni yutkizgan pulidan keladigan pullar. Agarki bir komanda hech qachon million dollarga bir o'yinchini sotib ola olmaydi, faqatgina shu arzimagan ichimliklarni yoki bo'lmasa sovunlarni yoki mana shunga o'xshagan reklamalar bilan. Ular yoki alkogolni reklama qiladi yoki qimorni reklama qiladi. Eng keladigan sof foydasi mana shu ikkita harom narsadan tashkil topgan. Ana shu eng mashhur deb bilgan, biz ana shu futbolchilarga jonimizni beradigan futbolchilar asosan ana shu o'yindagi qimmatbaho narda toshi yoki mana shu joydagi qimmatbaho ruletka toshiga aylangan. Biz qahramon deb sig'inayotgan bular aslida bir o'yinning toshi xolos. Endi ularning ustidan kim tosh tashlayotgan desa, hozir bilib olamiz. Va raqamlar buni ko'rsatadiki, tadqiqotchilar tahliliga ko'ra, bu turnirda har bir voyaga yetmagan 10 yoshdan 14 yoshli bolalarning telefonida va oldi atrofida televizorlarda eng kami haftasiga 10 yoki 14 martagacha qimor reklamalari paydo bo'ladi. Mana shu reklamalarni ko'rgan yosh go'daklar bu narsaga qiziqmaydi deb o'ylaysizmi? Agar mana shuni tomosha qiladigan odamlar, mana shu jamoalarni qo'llab-quvvatlaydigan muxlislar bo'lmaganida, bu qimor sanoati bunchalik darajada qanday qilib rivojlanadi? Bir tasavvur qiling, stadion va stadionda birorta ham muxlis yo'q. Odam o'zi futbol o'ynab yuribdi. Juda ham kulgili hisoblanadi, to'g'rimi? Bu muxlis yo'q joyga bu qimor kompaniyalari pul tikadi deb o'ylaysizmi? Bu joyga mana bu go'daklarni Falastinda o'ldirayotgan har xil kompaniyalar reklamalarini beradi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu mahsulotning, bu mashinaning yoqilg'isi, benzini sizsiz. Agar siz bo'lmasangiz, futbolni ko'radigan odam bo'lmasa, futbolga qiziqadigan muxlislar bo'lmasa, u futbolni kim o'ynaydi? U futbolga kim qiziqadi? Asosiy yo'nilg'i, asosiy bu narsani yoqib beradigan, bu narsani qizitib beradigan odam bu siz. Va sizga o'xshagan mana shu futbolning fanatlari. To'rtinchisi esa cheksiz tikish nuqtalari. Siz har bir o'yinchi tushadimi, o'yinchi chiqib ketadimi, keyingi soniyada nima bo'ladi, keyingi minutda gol bo'ladimi, har soniyalargacha siz mana shu futbolning ichida tikish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va mana shuning uchun bu qimor kompaniyalari uchun eng ayni muddao. Tadqiqotlar yana shuni aniqlaydiki, doimiy futbol ko'radigan odam eng kamida 30, 40, 50 martagacha qimor kompaniyalarining reklamalarini ko'ziga tushadi. Va bulardan eng kam 5% dan 10% qimor kompaniyalarining saytiga tashrif buyurib, nimaligini o'rganadi. Endi tushundingiz, futbol nima uchun tanlangan? Nima uchun shunchalik mashhur qilinyapti? Nima uchun hamma odamlar bunga qiziqadi? Chunki futbol mukammal tanlangan. 5 milliard mijoz, hissiy tebranish, vatanparvarlik g'oyalari va milliy kabi sloganlar bilan. Sport bu chiroyli vitrina. Tashqaridan qaraganda g'urur, iftixor, vatan tuyg'usi, jamoam g'olib bo'ldi, shunaqa adrenalin beradi. Lekin ichkaridan esa to'xtovsiz ishlaydigan mexanika, odamlarni yemiruvchi texnikalar. Tadqiqotlarga ko'ra, qimor kompaniyalarining daromadi asosan qaram bo'lib qolgan zaif odamlarning mablag'laridan kelib tushadi. Va mana shuning uchun doimiy ravishda buni propagandasini amalga oshirib kelishadi. Va mana eng achchiq fakt, buni ko'pchilik bilmaydi. FIFA eng katta moliyaviy aktivini, jahon chempionatini ishlatib, qimorini
boy davlatlarga emas, qimor taqiqlangan, qimor harom qilingan davlatlarga ham olib kirishni reja qilyapti. Tushunyapsizmi? Sizning davlatingizda qimor noqonuniy bo'lishi mumkin, lekin mashina baribir sizgacha yetib keladi. Telefon orqali, har xil blogerlar orqali va streaming, offshore saytlar mana shunaqa haromxo'rlar orqali yetib keladi. Ular uchun chegara yo'q, din yo'q, qonun yo'q. Faqat bitta narsa bor. Sizning cho'ntagingiz va sizning hissiyotlaringiz. Terma jamoa, bayroq, milliy klub, milliy g'urur, hamma mana shu futbol istilohlariga mana shunaqa sizning qadriyatlaringiz joylashgan. Bir o'ylab ko'ring, milliy klub, milliy jamoa, mana shunaqa hammaning eng buyuk bo'lgan qadriyatlari bularning ichiga joylashtirilgan. Bularning hammasi ular uchun shunchaki mijoz jalb qilish usuli, shunchaki marketing. Bu muqaddas tuyg'u niqobini kiydirilgan aldov xolos. Musulmon birodarlarimga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilmoqchiman. Boshida bergan savolimni eslang. Qimor yaxshimi? Hammamiz bir ovozdan yo'q deb javob berdik. Endi buni yo'q deganimizni chuqurroq ko'raylik. Bu narsani Qur'on va sunnat va mantiq bilan sizlarga tushuntirib beraman. Avval Allohning kalomiga qaraylik. Alloh azza va jalla o'z kalomida Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun deya bizga xitob qilyapti. Ma'nosi: ey iymon keltirganlar, ey o'zini musulmonman deganlar, albatta xamr, mast qiluvchi ichimlik, val maysir, mana shunaqa qimor o'yinlari, val ansob val azlam, but va cho'p bilan fol ochuvchilar, rijsum min amalish shayton. Bular iflosliklardir va shaytonning ishidir deyapti. Bular iflosliklardir, shaytonning ishidir. Fashtanibu, undan uzoq turinglar. La'allakum tuflihun, shoyatki najot topsangiz. Alloh azza va jalla bu oyatda xamr, mast qiluvchi ichimlik, sehrgarlik, shirk va qimorni yonma-yon zikr qildi. Bular hammasi bir oila. Biri bir-biridan ayro emas. Agar biz buni qimorni ozroq gunoh yoki xamirni ozroq gunoh deb bir-birini ajratadigan bo'lsak, oyatni bo'lib qo'ygan bo'lamiz. Musulmon odam, mu'min odam odamlarning ko'pchiligi nima qilyapti, ko'pchiligi qaysi yo'ldan ketyapti, u narsaga qaramaydi. Zotan odamlarning ko'pchiligi zalolatda. Sizdan so'rasamki, Hindistondagi odamlar, milliardlagan Xitoydagi odamlar hammasi mushrikmi? Hammasi butga sig'inadimi? Hammasi zalolatdami? Hammasi mana shunday holatda o'lsa jahannamiy bo'ladimi desam, hech ikkilanmasdan ha deysiz. Mana shuncha millat, butun millat davlati bilan zalolatga kirib ketgan xalqlarni ko'rib, nahot biz o'zimizni biz hali ham haqdamiz deb o'ylaymiz. Nahot biz o'zimiz to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylaymiz. Ana shularning ta'siri bizgacha yetib kelmadimiki? Ana shular bizni hayotimizga, bizni ijtimoiy, ma'naviy, iqtisodiy hamma hayotimizga kirib kelmadimiki? Biz to'g'ri deb turgan narsalar, balki uni tagida boshqa bir noto'g'ri narsalar bordir. Ular ham o'zi sig'inayotgan butlarini to'g'ri deb biladi. Ular ham o'zi ishonayotgan narsasini to'g'ri deb biladi. Qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Lekin uni xatoligini siz tepadan qaraganingizda, sal ramkadan ozgina tepaga chiqqaningizda xatosini shunday ko'rasiz. Bular xato deysiz. Balki o'sha ramkaning ichiga tushib qolmadingmi-ki? Balki o'sha ramkadan chiqish vaqti kelmadimki? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga keling. Bu hadis Imom Ahmad, Imom Abu Dovud, Imom Nasa'iy, Imom Termiziy va Imom Hokim tomonidan rivoyat qilingan hasan sahih hadis hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, aroq aylantiriladigan dasturxonda o'tirmasin. Bu so'zga diqqat qiling. Aroq ichiladigan,
yoki aroq quyib bersang yoki aroq ichmasang emas, aroq bor, aroq aylantiriladigan dasturxonda o'tirmasin. Endi eng katta rasmlarga qaraylik. Nega davlatlar bunga yo'l qo'yib beryapti? Nega davlatlar bunga qarshi choralar ko'rmaydi? Bu videoning boshida aytganimiz kabi Rimdagi tomosha, non va tomosha qilib ber, xalq qo'zg'alishga, o'ylashga vaqt topmaydi. Bugun ham ishlaydi. Xalq terma jamoa g'alabasi bilan band bo'lsa, narx oshganini, adolatsizlikni, muammolarni unutadi. Bir kechalik g'alaba minglab muammoni yopadi. Bir kechalik teatr, sirk minglab muammolarga yechim bo'ladi. Davlatlar uchun futbol bu xalqning hissiyotini boshqarish pulti, klavishasi. Bosasan, olomon quvaladi. Bosasan, olomon qayg'uradi. Lekin har holda olomon band. Va o'sha band olomonning cho'ntagidan qimor sanoati trillionlab dollarni yig'adi. Hamma rozi. Davlat tinch xalqqa ega bo'ladi, korporatsiya pulga ega bo'ladi. Yutqizgan esa faqat siz u biz. Gap shunchaki o'sha dasturxonda o'tirish haqida, ichmasangiz ham. Bu narsani imomlar qanday tushuntiradi? Imom Ibn Kasir rahimahulloh shunday deydi. Ana shu joyda o'tirish u gunohni qaytarishdan man qiladi. Ana shu man qilgani uchun u joyda o'tirish ham harom hisoblanadi. Ba'zi bir ulamolar aytadi, bu ish gunoh, ma'siyat qilib turilgan joyda o'tirish va uni inkor qilmaslik xuddiki ana shu gunoh bilan bir xil va ana shu odam tilsiz shayton kabidir. Ya'ni yomonlikni ko'rib turib inkor qilmaslik bu shaytonning ishidir. Shayton ham yomonlikni ko'rib turib inkor qilmaydi, balki unga undaydi. Vojib bo'lgan narsa shuki, siz yomonlikni ko'rgan zahotingiz uni yoki qo'lingiz bilan, yoki tilingiz bilan, yoki qalbingiz bilan qaytarishingiz. Yoki o'sha joyda turmasligingiz. Mantiqni o'zingiz qo'ying. Yaxshilab o'ylang. Agar ustida aroq aylantiriladigan dasturxonda ichmasangiz ham shunchaki o'tirish, ana shu gunohni qilganingiz kabi bo'ladigan bo'lsa, ana shu yerda o'tirishingiz tilsiz shayton kabi qiladigan bo'lsa, unda Alloh taolo aroq bilan bir qatorda bir oyatda harom qilgan qimorning reklamalari aylantirib yuriladigan va ana shu reklamalar futbolkalarda muqaddaslashtirib kiyiladigan. Har minutda ekranda qimor koeffitsiyentlari chiqib, sizni qimorga targ'ib qilib turgan. Butun tomosha qimor pulidan moliyalashtirilayotgan joyda turib, ularni olqishlab, qo'llab-quvvatlab, ular uchun yaxshi ko'rib va ular uchun boshqa odamlarni yomon ko'rib, alvala valboron mana shu ustiga qo'yib, ularni qo'llab-quvvatlab o'tirishingiz. Bu nima bo'ladi? Men shunchaki Allohning oyatini va Rasulullohning sunnatlarini va sizning aqlingizni yonma-yon qo'ydim. Xulosani esa o'zingiz chiqarasiz. Bu qimor dasturxonlarini, offshor zonalardagi qimor kompaniyalarini va mana shunga o'xshagan o'yinlarni siz muxlislik qilib, ularga balet qilishingiz, ularga ko'rib yig'lashlaringiz bu hech qanaqa vatanparvarlik hisoblanmaydi. Bir qimorboz o'zi bilan eng atrofidagi eng kami 6 kishini zararlaydi. Ota-onasi, do'stlari, ayoli, bola-chaqasi. Keling hammasini bir joyga yig'aylik. 2000 yil oldin qimor suyak o'yini edi, gladiatorlar jangi. Keyin karta bo'ldi, keyin ruletka, keyin smartfon va bugun eng mukammal o'zining niqobini kiydi, sport. Futbol, UFC, MMA. Bular qimor mashinasining yuragi, trillion dollarlik mashina. U vatanparvarlik niqobini kiydi. Sizning vatanga muhabbatingizni pulga aylantirdi. Davlatlar uni xalqning hissiyotini boshqarish uchun ishlatyapti. Non va tomoshalar, xuddi qadimgi Rimdagi kabi. Sportchilarni esa narda toshiga aylantirdi. Buxgalteriya daftarida esa eskiruvchi aktiv, qimor stolida esa tasodifiylik generatori. Va u eng kasal,
eng zaif odamlardan oziqlandi. Buzilgan oilalarning va yo'qotilgan hayotlarning pulidan. Hammasi bitta maqsad uchun, sizning cho'ntagingiz va sizning e'tiboringizdan. Boshida bergan savolimni yana berasan. Hammamiz qimorga qarshimiz. Hammamiz harom deymiz. Lekin mana eng kulgili va eng achchiq haqiqat, o'sha qimorga qarshi bo'lgan bizlar har hafta o'z qo'limiz bilan qimorning eng katta vitrinasini olqishlaymiz. Futbolkasini kiyamiz, vatan obro'si deb baqiramiz, klubimiz deb baqiramiz. Bir qo'lda la'natlaymiz, ikkinchi qo'lda qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shu zamonaviy Kolizeyning eng katta sehri. U sizni shu qadar mahliyo qildiki, siz qarshi bo'lgan narsangizni o'zingiz qo'llab-quvvatlayapsiz va buni hech qachon sezmaysiz ham. Men faqat sizdan bitta narsani so'rayman. Ko'zingizni oching. Keyingi safar futbolka kiyganingizda, futbolchilarni olqishlaganingizda, ekranda koeffitsiyentni ko'rganingizda, ekranda ana shu qimor reklamalarini bolalaringiz bilan, uyingizdagi ota-onalaringiz bilan, bolalaringiz bilan ko'rganingizda, vatan uchun deb hayajonlanganingizda bir lahza to'xtang. Cristiano Messi deb baqirganingizda bir lahza to'xtang va o'zingizdan so'rang. Men aslida kimning dasturxonida o'tiribman? Kimning bog'ini kuchaytirish uchun suv quyapman? Bu bayram kimning ko'z yoshidan oziqlanyapti? Men o'yinchimanmi yoki yoqilg'i? Soxta vatanparvarlikka aldanmang. Hissiyotingizni o'g'irlatmang. Diniy qadriyatlaringizni va aqlingizni asrang. Zamonaviy Kolizeyning ojiz mahliyo tomoshabini bo'lishni bas qiling. Arenadan chiqib keting, yorug'likka chiqing. Umumiy olib qaraladigan bo'lsa, bu futbolchilar ana shu narda tosh kabi tosh. Ularning ustida turganlari esa qimorni tashkil qiluvchilar. Va siz kabi muxlislar bu qimorning haypini qilib, PR-ini qilib, reklama qilib beruvchilar. Va bu yoqdagi 7%, 10% qism esa ularni boy qiluvchi qimorbozlar hisoblanadi. Agar bu yerda siz muxlislik qilishni bas qilsangiz, hech kim muxlislik qilmasa va ana shu stadionlar bombosh bo'lib, ana shu qimor kompaniyalari ham bu sportni qo'llab-quvvatlamas edi. Eng qimorning boshlanishi birinchi o'rinda ko'rishdan kelib chiqadi. Alloh taolo zinoni harom qildi va zinoga yaqinlashmanglar dedi. Xuddi shunaqa siz zinoni ko'rishingiz qanaqa harom bo'lsa, qimorni o'ynab turilgan joyni ko'rishingiz ham xuddi shunaqa harom bo'ladi. Gaplarim sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Mana shu barchasi haqiqat. Alloh taolo eng yordam so'raydigan zotdir. Alloh taolo siz va bizni bu fitnadan, bu zillatdan o'zi qutqarsin. Agar bu so'zlar yuragingizga yetib borgan bo'lsa, bu videoni ulashing do'stingiz, oilangiz, yaqinlaringiz bilan va yoqtirmani bosib, izohlarda o'zingizni, fikringizni xolis yozib ketishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatulloh.